Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar Aladinos kanalidasizlar va sizlar bilan Craft tuzmoqda. Bugun do'stlar sizlar bilan hardcore o'yinni o'ynaymiz. Nimagadir men inventarimda narsalar ko'rinmay qolibdi. Bu nimagaligini bilmayman. Yo, FPS'im 14 ga tushib ketyapti. Mayli. Hop. Har doimgidek hardcore'da 50 kundan oshiq yashab qolishimiz kerak biz. Birinchi daraxt qazib olamiz. Bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Hop, daraxt qazib olamiz va buni ham qazib oldim. Endi ozgina yog'och va crafting table yasasak yaxshi bo'ladi. Crafting tabledan esa chop. Chop ham yasab oldim. Endi bolta va kirka. Bolta yordamida endi daraxt qazidim. Hop, biroz daraxt qaziymiz, biroz. Menimcha yaxshi daraxtlar bo'ldi. Xo'sh, yana ozgina daraxt qazib qo'yaylik endi, to'g'rimi? Menimcha shu qarorim kelajakda afsuslantirmasligim uchun yaxshi qaror bo'ldi. Yana topor yasaymiz va daraxtni qazishni davom ettiramiz. Yo, uncha ko'p narsalar quladi. Crafting table'ni oldim endi. Hop, xaritada nimalar bor? Moblar bor, yaxshi it, tovuq, asalar qo'y. Mana bu juda toshlar bor ekan, yaxshi. Endi ash tarafga qani ketdi. Yo'lda biroz ovqat to'plab oldim. Juda ham biroz, ozgina. Oho. O'rtoqlar, nima kompyuterim qatyapti desangiz, men kompyuterim kuchli emas. Keyin bu kompyuter emas, notebook. Qancha ovqat to'pladim ekan? Hozir yaxshi xaritani qanaqadir g'alati botqoqlikdaman. Bu menga yoqmaydi. Yaxshi, juda ham tez yetib keldik bu yerga. Endi ozgina toshlarni qazib olamiz va kirka yasaymiz. Yaxshi kirka ham yasab oldik va misni qaziymiz. Mis bilan endi ozgina tosh ham qazib olsa yaxshi bo'ladi. Hop, men bu joyda biroz tezlashtirganman va ko'proq tosh qazidim. Biroz tosh qazidim. Bu yaxshi. To'g'ri. Mana yetarlicha tosh to'pladim deb o'ylayman. Endi kerakli tosh laslaxlarni yasab olsam yaxshi bo'lar edi. Sandiq ham yasadim. Bu sandiqqa keraksiz narsalarimni solib qo'ydim. Va inventarimni tahlab oldim. Ya'ni unaqa tekis, akkuratni qo'yib oldim. Menimcha yaxshi gap topdi. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling. Bu esdan chiqmasin, bu zarur. Kanalga obuna bo'lsangiz rozi emasman. Hazillashdim endi. Majburiy emas u, lekin meni foydam uchun kanalga obuna bo'lsanglar yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi bu joydan sekin siltab olish kerak. Ozgina daraxt olamiz va nima bor? Mislarni olamiz, mislar kerak. Yaxshi ham olganman shu yerda. Biroz mis oldim. O'rtoqlar, mana bu joyda men emerald ko'rdim, lekin qaza olmasdim chunki temir kirkam yo'q edi. Juda ham alam qiladi. Qo'yni ham o'ldirardim. Endi kravat yasadim, kravat. Menimcha yaxshi qaror edi bu kravat, chunki kechqurun moblar spam bo'lishini o'ylasam, qanaqadir xavotir olasizda. Hardcore'da yashab qolish uchun omadingiz bo'lish kerak, lekin omad yashab qolish uchun emas. Nima uchun kerak? Kravat topsangiz, bu omadingiz kelgan hisoblanadi. Chunki kechqurun kravatda tun tez o'tadi. Yaxshi, mana bu ko'mirni qaziyman va tezroq qazishlarini olib borsam juda ham yaxshi bo'lardi. Nima bor bu yerda? Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Hamma endi. Minus aura.
ko'p bir mis. Hop, endi bu nima? Bu nima bu? Shu nimada bu? Bu mis. Endi ketdi deyatdim, mendan ko'mir chiqib qopti. Normalni nima qazimayman shunda ko'mirdi. Yaxshi bu. Endi nima qilish kerak? Endi to'rtta nima yasaymiz? Mana bunday yasaymiz va qo'yamizda mana bularni ozgina to'rga bo'lib olamiz. Ittifoq to'la eritadigan, ya'ni eritadigan nima edi? Mana shuni kommentariylarga yozib qoldiringlar. Eritadigan. Pechka bu o'zbek tilida-da, o'zbek tilida emas, rus tilida. O'zbek tilida nima bu? Pechka emas-da, to'g'rimi? Kommentariyalarga bilganlar yozib qoldirsin, iltimos. Eritadigan. Endi o'zimiz o'raymiz. O'zimiz ham erib olmasak bo'ldi. Ya'ni pishishini kutamiz. Men bu joyda juda ham ko'p vaqtni sarfladim. Shuning uchun qorong'u ham tushib qolganda, eng qizig'i. Qorong'u tushganda bildimda qo'rqdim. Mublas bambur o'ldirib qo'ysachi dedim. Qo'rqib shap opasi bolasida endi uxlavardim. Keyin mana mislarim ham pishgan va mislarim yordamida kerakli narsalarni yasab oldim. Va kiydim. Voy, chiroyli poppani. Qilich endi misdan har xil aslahalar yasadim. Endi kiyim yasagandan keyin aslaha ham bo'lish kerak edi, to'g'rimi? To'g'ri. Po faktu bo'lish kerak. Tapor yasadim. Va mana buni ham yasadim. Juda yaxshi. Ovqatlarimni qo'yib qo'ydim. Ovqatlarimga emas. Mana bu joyga yana qaytib keldim chunki musullarim ko'payib qolgan edi. Mis bir stak yetadi, shuning uchun 12 tasini prosta tak tashardim. O'zi bir stakini tashab 12 tasini olib qo'ysam bo'lasiyu, mayli endi. Men mana bunga turroq daraxt yasab qo'ydim. Chunki bekardan inventarimni sarflab turdim. Mana bu joyda esa PvP'larga xos narsa qildim deb o'ylayman. Endi do'stlar, xaritamni qaradim va qishloq yaqin atrofda yo'q. Bu degani nima? Qishloq oviga qishloq qidirib borish kerak degan. Yes. Yo, skelet, plus, nomard. Mana bu joyda yopdim va yonayotganini bilishim kerak-ku, to'g'ri yonayotganini. Nimagadir yonmay qoldi. Qarasam, meni otishga moslab turadigan, sakradim otolmay. Endi o'ldirishga chiqish kerak edi, lekin jonim kamida meni bu paytda. Nimagadir hozir jonim ko'rinmayapti. Lekin videolarganda ko'rinyapti, hozir ko'rinmayapti. Nima? Qaradim, yana meni otmoqchi bo'ldi. Yo, bu juda xavfli. Hop. Sakraganimda nomard. Bordimda bitta qilichimni tiqdim, o'lib qoldi bechara. Rahim kelib ketdi. Mayli dedim-da endi. Bratchega shans. Omad keldi. Kelmadi, zo'rroq omad, umuman kelmadi. Shunaqa gaplar. Endi ketdim men. Mana shu joyda versdagi unutib qoldim shekilli bor-ku. Crafting table'im. Mayli. Mana shu atrofda kerakli narsalar bor deb o'ylagandim, yo'q edi. Ketdim. Mana shu tarafga qarab ketdim. Mana shu tarafga qarab ketyapman. Xo'sh, yaxshi. Nimagadir yo'l juda ham uzun, juda nimaga? Chunki qishloq yo'q. Yaqin atrofda qishloq yo'q. Sheeplar bor, ya'ni qo'ylar, lekin qishloq yo'q.
Nimaga qishloq yo'q? Chunki qishlog'i. Qishloqda u endi. Mana bu o'rda esa hech narsa yo'q ekan, bekardan nechidir minutimni yo'qotdim. Mana bu shiplar bilan, ya'ni qo'ylar bilan olishib, qancha umrim ketdi. Rozi emasman. Yo'q, shikarat. Cho'ta nimagadir qishloq chiqmayapti. Ot bor. Cho'ta bu temir bo'lishi mumkinmi deb tushdim. Lekin tupik ekan. Tupikni pastki variant ekan. Tupik o'zi unaqa ko'chaga kirsangiz, oxiri bor ko'cha, davomiy yo'q ko'cha edi-da, tupik shunaqa deyiladi. Bu lekin pastga tushsa tupik ekan. Короче, bu yerdan eplab, seplab, yog'ochlarimni ishlatib, isrof qilib chiqdim. Nimagadir bir qishloq yo'q edi. Yana yurdi miyamda bir narsa bor edi. Bundan lekin qiyim kelmayapti. Bun bilan olsam bemalol qishloq topsam bo'lardi endi. Men qiyim kelmayapti o'zi endi. Kuzatuvchilar xafa bo'lib qolmasin deb. Men yerda o'zimcha nimadirlar qilmoqchi bo'ldim, lekin umuman qilolganim. Chunki mening ishim lagitech emas, lagitechmi deb. Ular ashnaqa gaplar. Короче, o'ylab qarasam, miyamda narsani qilmasam bo'lmaydi ekan deb. Lekin yaqinga qirg'oqqa suzib o'tdim va u narsa kod yozish edi. Locate qilmoqchi edim, men nimam yo'q, komandam o'chiq ekan. Yoqdim va kod yozdim. Village Plains. Yaxshi. Bu chiqarib ham berdi bu. Yaxshi dedim, bo'pti, mayli dedim. Bu tarafga piyoda ham bormoqchi edim. Lekin nima ekan, o'ta uzoq ekan. Qo'y dedim-da. Chap ustiga bossam, joyga borib qoladi-da. Qanaqadir jonim ketishni boshladi-da, keyin riski spektator modiga o'tishga majbur edim. O'lib ketsam shu joyda video tugatsa men. Miyam og'ridi unda. Nahotki obunachilarimga bergan va'damni bajara olmayman, yo'q. Yo'q, mana amaki bor ekan. Xursand bo'ldim mana shu amakini ko'rib. Chunki bu amaki endi men ko'p narsa hadya qiladi. Xo'p, ovqatlarimni qo'ydim va bu yerdan ovqatlarni oldim. Yangi chanka ochganim uchun kompyuter biroz qatida. Biroz emas, ancha qatida, tan olaman buni. Yaxshi, ovqat pishguncha biz nima qilamiz? Hozirgina aylanamiz endi. Yo'q, mana bu joyda kalam o'ldirish uchun zo'r joy bor ekan. Ha, zo'r joy bor edi va zo'r joyni ishlatdim men. Menimcha o'rinli ishlatdim, to'g'rimi? Qilishda jonim ketmayapti bu. Ipni va toporni uraman. Nechta 4 ta yaxshi. Nimagadir qishloq katta ko'ringanga o'xshadi va mana bu joydan mana bu narsani oldim. Yaxshi. Shu joyda xaritamni ochsam, nima bor ekan? Temirchining bor ekan, men kelganimdan beri buni paqlamagan edim. Bu juda ham azobli, alamli, yoqimsiz edi. Qanaqadir yoqimsiz tuyg'u. Mana bu joyda men sovrinlarni qilib va men mana shu joyga yo'lga otlandim. Sandig'ida yaxshi narsalar bor ekan, yaxshigina lootlar. Va men mana bu cho'ntakni oldim o'zimga. Yaxshi deb turib o'zimga narsalarni kiyib oldim. Yaxshi bu ham. Mayli. Ko'rgan odam oyog'ini uchidagi bilan kallasini uchidagi temirdan ekan deydi. Mana bu pechkalarni, ya'ni pechka eritadiganlarni oldim o'zimga. Uy qurish uchun joy qildim. Qarasam juda ham chiroyli. Ikkita tog'ning o'rtasida ekan. Qishloq ham zo'r. Va uy qurish uchun yo'lga otlandim nima shu joyda. Undan oldin mana village bolasini ko'rib qoldim. Bir davomgacha baholab ketinglar mana shu bolani.
Va ketdi. Minusavralar. Hop, mana bu joylarda 7x da o'tkazganman. Chunki просто kesib tashlasam video qisqa bo'lib qolishi mumkin edi. Mayli deb turib 7x o'tkazib yubordim. Zerikarli joy edi endi bu endi. Endi rozi bo'lasizlar endi. Aytgancha bu joyda men nima qilganman? Uy yerini tayyorlaganman. Uy qurish uchun yerni tekislaganman. Mana suv bilan o'tlarni yo'qotyapman. Qo'lda qilish zerikarligida, shuning uchun shunaqa qilganman. Daraxtlar qazyapman endi tepa. Qarasam, metta g'or bor ekan. Ya, bu yerga tushsam o'lib ketaman. Tushmay qo'yaver. Temir bormikan o'zi buning ichida? Temir. Yaxshi. Yo, do'stlar, oson ekan buni ichiga kirish, oson ekan. Easy. Buni yaxshi. Endi esalomon tepaga chiqib olishim kerak. Yo, znos teleportatsiya bo'lib qoldi-yu, nimaga? Bu joy 10x tezlikda ketgan. Menimcha u normalida to'g'rimi? To'g'ri. Bu joyda men o'sha aytganda yerni tekisladim va kattalashtirdim. Yerda kattalashtirdim. Tor edi yer tor edi. Bu joyda men uyimni chizmasiz, просто chizmasiz qurdimda, endi ya bo'lmaydigan deb turib, hammasini keyin sindirib buzib. Va boshqa yana ozgina kattalashtirib yerda boshladim. Bunda hamcha xatolik qilgan ekanman. Mayli, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Просто dub bo'lana. Endi zo'r, endi bu yerda biz bo'shim kerak edi, to'g'rimi? Shuncha nima qilaman, bizim Va mana bu joyda mana bu narsalarni qildim-da, shunaqa qildim. Bu nima bu endi? Pilampayam bu? Zinapoya, ha, buni bilaman ekan. Men oq daraxtdan cheklarga qilmoqchi edim. Yo'qdi ekanda, просто oq daraxt. Shuning uchun uxlab olib turib, endi oq daraxt topgani bordim. Borgan yerini nima qildim aytayim? Shap teleport qildim. Просто teleport qildim-da. Просто mana teleport qildim men. Ozgina oq daraxtlar kavladim va ketdim mana shu tarafga qarab, o'raqni o'rab. Lekin qaytishda piyoda keldim. Teleport qilmadim, qaytishda. Oq daraxtdan kerak narsalarni yasadim va joylashtirib chiqdim. Menimcha joylashtirish juda ham zerikarli. Men uchun bitta o'zim o'ynaganim uchun любой o'yin zerikarli bo'ladi. Xoh PUBG bo'lsin, xoh Minecraft bo'lsin, u Steam'dagi eng qimmat o'yin bo'lmaydi menga desa. Zerikarli. Men uchun endi zerikarli emas bitta o'yin bor. American Truck yoki Euro Truck. Yo'q, короче, mana bu joyda o'zimcha endi skeletdan qochdim, endi men yerda legendarniy nimadir usul yaratib. Va mana bu joyda просто tak jiyanni turgizib uxlab olmoqchi edim, uxlamadim. Lekin monster nervi deb chiqdi-da. Atrofimda monster ham yo'q dedim. Mana skelet naryoqda, lekin o'rgimchak ovozi kelgandek bo'lib turdi. Yo, nimaga uxlamayapman? Asabim buzildi. Bu yoqdan uxlashga harakat qildim, uxlamadim. Oxiri bir narsani payqab qoldim. Kunduzi ham tushadi ekan, qarasam. Va kutdim. Ozgina kutdim, o'rgimchak ham ketib qoldi shekilli. Uxlardim keyin. Mana
Qarasam o'rgimchak o'ynaydi. Uxlavardim keyin. Yaxshi. Uxlash yaxshi, mirqib uxlash undan ham yaxshi. Uni nimadir payqab qoldim-da. Qarasam bu 22 ta umuman somonga emerald berasiz ekan. Bu men uchun juda ham ahamiyatli, endi kerakli narsa edi, mayli. Va mana shu tarafga yana uy qurish uchun otlanardim. Minusavralar deb. Birinchi navbatda men uni buzib yubordim, chunki bu nima bir joyga chiqib keldim, mana shu tarafda nima sindirib narsa qurib chiqib ketdim. Ko'rishingiz mumkin, bu joyda juda ham tez. Adashmasam 5x bo'lsa kerak. Nimagadir bu joyda. Ko'rishingiz mumkin. Bu joy juda ham tor bo'lgani uchun mana bu narsalarni buzib yubordim. Va boya galemni narsalariga o'zimga kerakli narsalar yasadim, priking. Yo'q, boya qazib olganim ekan bu. Kerak mana shu yerda uy qurdim. Nimagadir boya aytdim, bitta o'zim zerikarli bo'ladi deb. Zerikib ko'nglim aynab qurdim-da. Mana zerikib ko'nglim aynab. Umuman o'ynayim kelmasdan, video olgim kelmasdan o'ylanib turdim-da, nima qilsam ekan. Hozir video to'xtab qolsa nima bo'ladi, lekin ko'nglim aynish eng yomon narsa dedim-da. Mana bu narsani to'g'risiga qurdim va uyda endi bu to'g'rimi? Uy nima bo'lish kerak? Lyuks bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri. Kerak mashina bunday qildim. Yomon ko'nglim aynatdi. O'ynagim ham kelmasdan qatib keyin shap o'ynashga ketib bordim.